Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz maymunchaqning shapdol izishi. Burungi zamonda igiz tog' ustida keng ketgan qilin o'rmonlik bor bo'lib, o'rmonlikda bir to'p maymunchaq yashaydi ekan. Bu maymunchaqlar ichida ham aqlli, ham sho'x bir maymunchaq bo'lib, do'stlari uni kapsiz maymunchaq deb atashir ekan. Kunlarning birida kapsiz maymunchaq do'stlariga "Sizlar bir oz saqlab turinglar. Men pastga tushib, sizlar yegudak bir narsa tepib kelay" debdi. "Ha, bek yaxshi bo'ldi. Ha 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 ha. Bek obdan bo'ldi." Ashundoq maqta sadolari ichida kapsiz maymunchaq tog'dan tushdi. Kapsiz maymunchaq shapdulliqdagi may bog'lab pishgan shapdullarni ko'rib, xushal bo'lib ketib, "To'g'ri, bir nechini uzib olaychi" deb o'ylabdi. Kapsiz maymunchaq shapdul daraxiga yamishib chiqib, ham yo'g'on, ham qizil shapduldan bir nechini uzibdi. Kapsiz maymunchaq shapdullarni ko'tarib mengib, bir hazadan keyin bir qo'naqlikqa ketdi. "Ohoy, bu rostdan maymunlar makonida topqili bo'lmaydigan narsalar ekan" debdi. "To'g'ri, qo'noqdan bir nechini uzib do'stlarimga ilib olaychi, tetib boqsin ularmi" deb o'ylabdi-da, shapdullarni cho'rib etib, ko'mi qo'noqlarni uzishga boshlabdi. Kapsiz maymunchaq ham yumron, ham to'liqdan tutgan qo'noqlarni elib yo'liga ravon bo'ldi. Kapsiz maymunchaq xushal bo'lgandan taqlab sakrab, mengib yiqilib tushibdi. Kapsiz maymunchaqning kassasi qattiq og'rib ketibdi. Qo'noqlarimi qo'lidan tushib ketib, parcha-parcha bo'lib ketibdi. Kapsiz maymunchaq kayniga burilib qarab, putlashgan narsaning yo'g'on bir tavuz ekanligini ko'ribdi. "Ha ha ha, nima degan o'xshagan tavuzlar bu? Bu cho'qib tatliq bo'lsa kerak. To'g'ri, tavuzdan birini uzib olib, do'stlarimga bir ko'rsatib qo'yaychi" U tavuzdan birini uzib yo'liga ravon bo'ldi. Bir bo'jan tuyuqsizlar kapsiz maymunchaqning yenidan yugurib o'tib ketibdi. "To'g'ri, bo'jani tutib olib, do'stlarimga olg'ach ketib, ularning ko'nglini olaychi" deb o'ylabdi kapsiz maymunchaq. Shundoq qilib kapsiz maymunchaq tavuzni tashlab o'tib, bo'janni qo'g'labdi. Bo'jan bak tez yugurgachga birdan ko'zdan g'oyib bo'ldi. Kapsiz maymunchaq daraxtzorlikdan o't-cho'plar arasidan bir hazagacha izlabmi, uni topolmabdi. "Hey, toza nesbosdig'i meni!" Kapsiz maymunchaq kech kirishga boshlaganini ko'rib, tezdan taqqa qarab yo'l oldi. Do'stlari kapsiz maymunchaqdan "Hey maymunchoq, sening bizga erkilib bermoqchi bo'lgan nozi ne'matlaring qani?" deb so'rabdi. Hijillikdan kapsiz maymunchaqning beshi tushib, yuzlari qizarib ketibdi. U qo'lini ko'targunicha "Men" deb turib qoldi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.